Akalar biletlarimiz bilmem o'qib 38.55 10.06 25.69 37.70 39.59 23.17 36.25 158 37.73 20.74 9.63 33.90 13.26 shuncha odam oldi bordi yo'q bo'ldi efirimizda. Akalar nima qilay bo'lsa aytib qo'ying, hech kim qolmadi to'g'risi efirda. O'tiradi degandim to'g'risi. 790 11.46 980 efirda hech kim qolmadi, ikkita odam o'tirib qoldi. 902 ikkita odam o'tirib qolsa akalar nima qilay? Sizlar faqatgina podpishkada hammaga podpisa qilib biletlarni sotilishiga yordam berib tursanglar bu to'g'ri kutib qo'yganlar qancha so'kdi negativlar boyam kelib turib so'kib ketyapti efirda. Ko'p o'zbeklar hamma ham shuda to'g'ri haqiqatdan kutib qo'ygan. O'zim masalan kutib qolsam nima bo'ladi-da. Lekin undaycha so'kilmash kerak. Hammaga omad. Biz akalar xudo xolasa mashinalarni yutgan insonlar bilan bog'lanamiz va pul yutgan insonlarga hamma yo'q pulini tashlab, chekini ham tashlab beramiz akalar. Hammaga rahmat kattakon, omadinglar bersin. Keyingi o'yinimizda ko'rishguncha xayr akalar.